Hozir mehmondorchilikka kirgandan keyin moshinlamang, o'ppa. Ye, salaydan kelinglar. Ye, Davinjon. Keldingizmi? Yo'q, qaytib ketdik. Hozir avtobusda qaytib ketdik, ko'rmagan bo'lsangiz, ko'zingiz yomkisi tushganmi? Ha, keldik-da. Kiring. Qani mehmonlar dasturxonga qaranglar. Dasturxon. O, zo'r ekan dada. Xitoy shoyisi shekilli-da. Ha. Ayyo, men olishib o'tiringlar deyapman. Olishib? Ay, nima qilyapsizlar? Nima qilyapmiz? Olishyapmiz. Endi Daminjon mehmondorchilik qichiq bo'ldi. Biz uyga boraylik. O'tirib bolarsizlar. Ama to'g'ri aytasiz, fizo bo'ladi. O'tinglar ichiga. Salaydin. Ey, Salaydin, shoshmang. Yaxshi inson sizlar bitta qo'yingiz olib qo'ying. Sandiqni olib qo'y. Hadi, keltiringlar. Olim oldi, ehtiyot qilinglar qo'lini. Keyin safar kelganda olib ketaman. Chap qo'lni ham olib qolasizlarmi? Ketib bekor qo'yasizlar-da, yotib ketardinglar. O'g'lim, men tarafga yaqinroq yur, stressdan ketyapsan. Xudo xolasa 5-6 kunda uyga yetib olsak-a? Dada chetga oling. Nimaga? Kamaz keladi, tepalab ketmasin. Yashamaylik ekanda. Fired all.